Diqqat, shoshilinch tezkor xabar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist taniqli xonanda Ravshan Komilov haqida bugun noxush xabarlar e'lon qilindi. Saraton sabab afsuski og'ir judolik bo'ldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ravshan Komilov Darakchi gazetasiga intervyu berdi. Intervyu jarayonida xonanda ijodida kuzatilgan tanaffus sabablariga to'xtaldi. Bugungi suhbatimizni biroz tushkun kayfiyatda boshlash niyatim yo'q edi, biroq vaziyat shuni taqozo etyapti. Har bir inson yaxshi-yomon kunlarni boshdan o'tkazadi. Bundan biroz vaqt oldin oilamizda biroz noxushlik ro'y berdi. Biz uchun qadrli va mehribon singlimizni yerga qo'ydik. Allohning irodasi. To'g'ri, bunday vaziyatlarda ham kulib sahnaga chiqqan ustozlarimiz haqida ko'p eshitganmiz. Ammo bu meni qo'limdan kelmadi. Tushkunlikka tushib qoldim. Onam va yaqinlarimning ko'nglidan o'tib, kunda kunora televizorga chiqishim noto'g'ri deb bildim. Shuning uchun biroz vaqt ko'rinmadim. Hatto intervyular ham bekor bo'ldi. Oradan vaqt o'tdi. San'atimni qadrlab bugun yana suhbatga taklif etganingizdan xursandman, deydi Ravshan Komilov. Ravshan Komilov bilan to'liq intervyuni Darakchi gazetasining ertaga 11 mayda sotuvga chiqadigan 19-sonida o'qishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz. Ma'lumot uchun O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ravshan Komilov otasi va singlisi saratondan vafot etgan. Ravshan Komilov singlisini saratonga chalinganini onasidan 3 yil bekitgan. Bu azob meni qalbimni vayron qildi. Inson yaqinlardan ayrilishi juda og'ir ekan. Otam ham singlim ham saratondan birdaniga vafot etganlarini ko'tara olmayapman. Bardoshim yetmayapti, deydi Ravshan Komilov bergan intervyusida.